Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, xayrli kunlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiqcho'g'lanning Bahodirnoma nomli romanining davomiga quloq solgaysizlar. Cho'ng xonzodasining Balixdan lashkar tortib kelayotganligi xabari kelgan 2 haftadan beri Mirza Ulug'bek hokimiyat ishlaridan qo'l uzolmay, intayin hurmatlaydigan, har qancha oldirash bo'lsa-mu, hafta o'tkazib o'tmay suhbatiga daxil bo'lib turadigan bu olim o'limalar bilan ko'rishishga vaqt chiqarmagan edi. Yuqoriga chiqayli, dedi Mirza Ulug'bek odati bo'yicha ularga husla qilib o'tirmay. Olimlar Mirza Ulug'bekka ergishib, marmar palanpay orqali rasadxonaning 3-qavatiga chiqishdi. Jamiyul Ulum deb ataladigan 3-qavat kutubxona edi. Kutubxonaning o'g'zisida kichikroq bir uydek cho'nglikda gumbaz bor edi. Gumbazga aylantirib deraza qo'yilgan bo'lib, bu yerda usturlab sekstant qatorliq yulduzlarni kuzatadigan Jamiyul Ulum degani ilm xazinasi deb izohatda. Yulduzlarni kuzatadigan, yulduzlarning joylashishini o'lchaydigan va shuningdek allaqanday o'lchash, sizish asboblari bor edi. Kutubxona bilan gumbazni marmar palanpay tutashtirib turardi. Qiynoq joy olsunlar, dedi Mirza Ulug'bek olimlarga kursilarni ko'zitib turib. Olimlar Mirza Ulug'bekning yig'iz etishini kutib jimjit o'ltirishdi. Nima uchundir Mirza Ulug'bek gap qilishga oldirmadi. Qizilib o'ltirishib ketgan horg'in ko'zlarini qator o'ltirishgan olim o'limalardan tam yaqilitib tizilgan naqshli kitobtonlarga yo'tkadi. Kitobtonning eng usti tarafiga Qur'on Karimning har xil nusxalari tizilgan bo'lib, uning tuvan tarafiga Farangiston, Damashq, Bag'dod, Shiroz, Hindiston, Jungo olimlarining hamda Hirot, Samarqand, Buxoro, Andijon, Turpan, Qashqar, Xotan donishmandlarining kitob risolalari, qo'lyozmalari rad-reti bilan tizilgan edi. Kun muqovlarining naqshlariga oltin yallitilgan, turli ilmlar sharhlangan kitoblarni rasadxona mulozimlari kunda degidek surtib turganligi uchun ozroqmi chang bosmagan bo'lib, bolildab turardi. Mirza Ulug'bek bu kitob risolalarni Samarqanddagi eng mohir xattotlarga ko'chirib chiqqan edi. Texi ko'chirilib kitob holatiga keltirilishini kutib turgan qo'lyozmalarmi xeyli bor edi. Ulug'bekning nazarida bu qo'lyozmalarmi bebaho gavhar hisoblanadi. Abu Rayhon Birunining Al-Qonun Mas'ud, Mizanul Hikmat, Kitobi Saydana, Abu Ali ibn Sino hazratlarining Kitobi Shifo, Kitobun Najot, Al-Farabining At-Taul Asani, Kalam fi She'r val Qani, Kitobun fi Sanoati Kitobat, Risala-i Mughanniyun, Kitabul Muxtasar al-Saghir fil Mantiq, Kitabul Burhan, Kitabul Ihsabul Muqaddimat, Fazilatli shahar aholisi, Mutafakkir Yusuf Xasojibning Qutatxubilik, Qozizode Rumiyning Riyoziyat, Al-Xorazmiy hazratlarining Kitob al-Muxtasar fi Hisob al-Jabr val Muqobala, Said Shirazining Guliston, Bo'ston, Alloma Zamaxsharining Navoihul Kelam, Kofiya, Oltin halqalar qatorliq kitob risolalari alohida ko'zga tashlanadi. Mirza Ulug'bek har qitim kutubxonaga kirsa, avval Qur'on Karimni ikki qo'llab elib, tavob qiladi. Ondan o'ziga lozimli kitob risolalarni elib o'qiydi. Mirza Ulug'bek jinidan aziz ko'radigan bu kitoblardan mehrini uzolmay bir hazo qarab turdi. O'rdagi ko'ngil g'ashliklari bir necha daqiqa ko'tarilib ketgandek bo'ldi. Lekin uning bu rohatlik tuyg'ulari uzoq davomlashmadi. Bu yerga oldirab tenab kelishidagi muddasi esiga kelishi bilan vujudini qaytadan g'am hasrat tumanlari chirmib oldi. Nazarini yana olim o'limalarga yo'tkadi. Donishmand hukmdorning ko'ngil azobini tushangan olimlarning yuragi shu daqiqada azobli hislar bilan to'lgan edi.
Bizning peshonimizga ilm sohibi bo'lish emas, taxt sohibi bo'lish bitilgan ekan, dedi Mirzo Ulug'bek hasratlik xo'rsinib. Ilmga olamcha ishtiyoqimiz bo'lsinmi, lekin saltanatga berilgandek vujudimiz bilan berilanmadi. Garchi janob ustozlarni yiroq yaqindan taklif qilib olib kelib, tasarrufimizdagi katta o'qul bo'lmish Mirza madrasasiga jami qilgan, rasadxona, shifoxona qurgan bo'lsaqmi, har birlarining xizmatlarida bo'lanmadim. Katta mutolaalarga ishtirok qilolmadim va yana ilm erban kushandisi, xurofot, johiliyat homiysi bo'lmish Ishon shayx Nizomdan xomish tarafdoridiki bir guruh johillarning malomatlaridan qutuldirolmadim. Ushbu sababdan janobi ustozlar ko'p ahonatlarga qilib riyozat chekdilar. Har birlaridan yenish-yenishlab kechirim so'raydi. Mirzo Ulug'bek so'zdan to'xtab, olimlarga qarab tavazzu bilan egildi. Ko'ngillarni zinhor g'amlab qilmag'aylar. Hazratlardan ko'p qo'rsanmiz, deyishdi olimlar Ulug'bekka tasalli berib. Shu topda ularning Mirzo Ulug'bekka deydigan nurg'un yurak so'zlari bor edi. Lekin Mirzo Ulug'bekning yurak yorisini tatlab qo'yishdan ansirab hech qaysi ig'iz ochmadi. Beshimizda qora bulutlarning agib yurayotganligi har birlariga ayon, deb so'zini davom qildi Mirzo Ulug'bek. Bizlar kim buyuk sohib qiron Amir Temurning pushti bo'lmish saltanat egisi Mavara-un-Nahir, Xuroson, Farg'ona vodiysiga oz kam 40 yil rahnamo bo'ldim. Olam shumul ishlarni bartaraf qildim. Behisob nusratlik yog'larni qilib, raqiblarimni bo'ysundirdim. Muxoliflarimni qoyil qildim. Lekin o'z farzandimga kelganda boshqurishga, bo'ysundirishga, qoyil qilishga ojizlik qildim. Hala bugungi kunga kelganda ul insofsiz, noshukr, bad axloq farzand bilan yog'i qilish uchun qilish yalang'ochlab turibdimiz. Qudratlik Alloh egam g'alaba nusratni qaysimizga buyuruydi, bunisi noma'lum. Xonzodani tasarrufimizdagi nodonlik, johiliyat patqiqiga patqan bir guruh ilm dushmanlari, ya'ni Ishon so'pi darvishlar jamoasi qo'llayotdi. Bizlar kim padariga qilich tanlashga kuch kiritayotdi. Navoda ular nusratga yuzlansa, taxt saltanatni elish bilan qanoat qilmaydi. Balki o'qul, madrasa, rasadxona, shifoxonalarimizni kufr dargoh deb taqab, bizni dahriylikda ayblab, ilm tahsil qilishimizga to'sqinlik qilishi, bitik risolarimizni ko'ydirib, o'ltirganlarimizni zindonga band qilishi mumkin. Shunga ata kechga qarab lashkar tortishdan avval janob ustozlar bilan didorlashib olishni hamda g'animlarimning paylidan ogohlantirib qo'yishni loyiq topdim. Orada ahliga ishongili bo'lmaydi. Ular kim bir parcha ustixon tashlab bersa, shularni to'naydi. Shul sabablik bir mezgil o'zlarini pinhonga elib, bexatarliklarga o'zlari kepil bo'lishsin. Mumkin bo'lsa, dedi Mirzo Ulug'bek nazarini kitobdondagi kitoblarga yo'tkab turib, buni bebaho ilm xazinlarimizni yo'shirib qo'ysinlar. Olimodis birar kelishmaslik bo'lib qolsa, ul ilm dushmanlarining qo'liga tushib qolmasinlar. Mirzo Ulug'bekni go'yo vidolashish nutqi so'zlayotgandek tuyg'uga kelib qolgan olimlar ixtiyorsiz ko'zlariga yosh elishdi. Ular bu hukmdorining mushundoq jiddiy paytda alohida vaqt chiqarib o'zlariga har bir batlari ilm turdanlari bilan to'lgan kitoblarga alohida ko'ngil berganidan qattiq ta'sirlangan edi. Qonni qon bilan yo'g'ilib bo'lmas oliylari, dedi peshqadam olim Jaloliddin Bag'dodiy so'z elib. Xonzodaning gunohini kechirib o'tgili, sulhiga kelib, behisob qon to'kilishga sabab bo'lg'uchi yog'ini to'xtatqili bo'lmasmi? Mirzo Ulug'bek xo'rsinib qo'ydi.
Deganlari tamamen o'rinliq Mevlana. Afsus. Sizlar Xonzodani tushunmaydilar. Niyat iqbolini bilmaydilar. El yurtning osoyishligi uchun Xonzodaning har qancha gunohi bo'lsa kechirar erdim. Biroq shahzoda o'zini da'vogar, adolatparvar, bizni gunohkor hisoblaydi. U hozir quturgan bir vahshiy hayvondir. Uningda na aql, na sezgi, na hissiyot yo'qdir. Qizargan bir juft ko'zlari qonga tashnadir. Sulhiga kelishdan zinhor umid yo'qdir. Olimlar jimib ketishdi. Mirza Ulug'bek olimlarga o'z qo'li bilan choy tutib sohibxonlik qilayotgan suyimli shogirdi Mirza Aliga qarab bir ishni yodiga oldi. Mirza Ulug'bek ota-bobolarining Hirotdagi ixtiyoridan qal'asidan tepilgan xazinasini Samarqandga yetkazib kelgandan keyin oltinlarning hammasini rasadxonaning ostidagi maxfiy qoznaqqa to'ydirmay yetkazib etgan edi. Yilqi xazinalarni joylashtirib bo'lganmidilar Mavlona? To'liq joylashtirib bo'lgan, dedi Mirza Ali. Undaq bo'lsa, yili janob ustozlarga elib ketarlishchi bersizlar. Mirza Ulug'bek olimlarga qarab qo'ydi. Bilaman, har birlari mol dunyoni do'st tutgan emas. Biroq ilm ma'rifat uchun oltin kumush bo'lmasa bo'lmaydi. Boboy buzruklarning xazinasi ul xurofot jahiliyat ahlining qo'liga tushib qolganidan bizning ilkimizda turg'ini afzalda qupiyoni yo'tkib olgan edi. Qanchalik olib ketalisizlar, shunchalik elib ketishsizlar. Keyinchi qaytadan ilm dargohlarini bino qilishga sarf qilarmiz. Xo'sh, endi men yanay, dedi Mirza Ulug'bek o'rnidan turib. O'zlariga qattiq ogoh bo'lishqaylar. Xon oliylari omon bo'lsalar, Alloh egam nusrat ato qilar, deyishdi olimlar uni uzatib edi. Rasadxondan yenib chiqqan Mirza Ulug'bekning ko'ngli biroz amin topgandek bo'ldi. Xudoga shukr, ularni ogohlantirishga ulgurdim. Olim odis birar kelishmaslikka yo'l qo'yib qolsam, ular o'zlarini pinhonga ilishga ulguralaydi. Yana texi kutubxonadagi bebaho bitik risolarni, qo'lyozmalarni yoshirib qololmaydi. Navoda Xonzoda sulhiga kelib meni rasadxonda o'ltirib, oromxudo ilm tahsil qilg'il qo'ysaydi, toji taxtni darhol topshirib beradi. Lekin bu mumkin emas. Xonzodani olqiniga ilib olgan ishon shayx Nizomdin xomush buningga hargiz yo'l qo'ymaydi. Yana texi volidai mehribon Guharshod begim bor. Onasi esiga kelishi bilan Mirza Ulug'bekning yuragi boshqacha muzlab ketdi. Ko'nglini har qancha oqtiribmi, onasiga bo'lgan zarracha seg'inishni topolmadi. Ashu ana, chochlari kumushdek oqargan, bellari mukchaygan, hurmatga sazovar ona, oti bilan o'g'ilni dushmanlashtirib, kelishtirgisiz raqiblarga aylantirib o'tadi. Parvardigor, meni 9 oy 9 kun qursoq ko'tirib, ochiq to'lg'oq azobi yeb, cheksiz qudratdan bilan tavallud qilgan. Onalik mehri bilan bag'riga bosgan. Oppoq o'g'iz sutini emitgan. Volidai buzrukning ko'nglini og'ritgan yerlar bo'lsa, o'zing mag'firat qilg'aysan. Chin yuragidan chiqarib nido qilgan Mirza Ulug'bekning bo'g'iziga yig'i qaplashdi. Samarqand osmonida yangi bir tong otdi. Havo tutuq, osmonda quyoshdan asar yo'q edi. Osmon gumbizida qo'g'ishin rangli top-top bulutlar agib yuradi. Texi kuz boshlangan bo'lsa-mu, Urgut tog'laridan asgan g'o'r-g'o'r shamol odamning g'o'lini qo'riydi. Biroz yelin kiyinib olgan Mirza Ulug'bek sovuqdanmi yoki g'am tashvishdanmi aytavur dugdiyib qolgan edi. Ikki tarafida ketib olgan Shayxul Islom Burhoniddin bilan Xonzoda Abdulaziz Mirzami va orqasidan kelayotgan 500 nafar xos navkarmi unsiz edi. Ilgirki yurishlarda Mirza Ulug'bekning Shayxul Islom nomi yepi tugamaydi.
xan sərkərdiləri, məsləhətçiləri bilən çaq-çaq qilishib mağatdı. Külkü paranlar üzülməydi. Xanzad Abdülaziz xan bolsa, dadısının pokunada bundaq şümşiyib turvanmay, nökərlərini əgəştirib, yeli ilgirləb gəlsə, yeli qoşunun kəynədə qilib, birdən cim turmaydı. Şəhərdən nağrı sunaylarını çelişib, xeyli sürhəyi bilən çıxan nökərlər, Səmərqand ətrafındakı bağbaranlıq, köcün məhəllələrdən ötüb, oçuqçılıqı çıxqandan keyin birdanla cimib qilişqan idi. Texi tüzük yolmalmayla erib qalğandək görünədiğən nökərlərinin ruhi xeyli çüşkən idi. Bu birər peşkəllikinin bişartı məkən. Xiyal sürdü Mirz Uluğbək havanın əlbazığı qarab. Şu tapda Xanzad Abdüllatif xan nemi oydudu. Xiyalını bilgili bolsa idi kaşki. Navada qalbi nüsrət onunla yüzlənsə, bana qandaq muamele qıla. Tacı təxtini əlbəttə tatıb alıdı. Mirza Uluğbəknin köz aldığı dadısı Şahrux xanның ölüm pətisi üçün İratqa bağanda İrat ordusada duş gəlgən görünüş lip qılıb gəldi. Şu çağda boğuzunun təxtida oltırvağın Xanzadə Abdüllatif xan orundan turğan boğuzumu təxtdən bir qədəm medirləməyən dadısı bilən görüşüşə hərəkət qılmağan idi. O əzəldən tacı təxtki xumar. Şunu məndən təxt səltənətini ilişq aldıramadı. Amma onun bir əlinin səltənət tizginin tutup durğudək iqtidarı, layaqıtı yox. Validəyi mehriban bilən İşan Şeyx Nizamdan xamış, putuğu hölxış qoyub bəsə, özünü bilənməyvatıdı. Mirza Uluğbək at üstüdə şümşib oltırğan kiçik xanzadəsi Abdülaziz xanğa yalt etib qarab qoydu. Kiçik xanzadəmə tayinləq. Onu insani kamillıqı yetkizüş üçün yürək qenimini az tərib qılmadı. Bırax şunca urinishlarım əzqitanlı olduğançilikni qar qılmadı. Qaysı günahim üçün Xudabəndə egəm, bana muşundaq yaramaz pərzəndlən bəgən boğuydu. Ağı enilik mehr muhabbət uladı pəqətli yox. Navada qazaya qədər yetib Allah'ın dərgahıya kəssəm, bu ağı inilen neyim bob getişər? Çoğun xanzadəm inisi köyünlər mi? Ağladan xəbər alar mı ya ki zulüm qılar mı? Öz vaxtıda onu bəliq ki əvətməyi, naif xanlıq mərtəbəsini verib, orada da tutup qalğan bolsam, pəylidən yenib qalar boğuymedi. Yox, herkes yanmaydı. Onun köngündə məy yox. İşan Şeyx Nizamdan xamış ba. Tacı təxt ba. Onun niyeti şu vaxtıda ayan boğan. Ona niyetidən yandırğılı, toğru yolu başlığılı bolan. Bunu evet yenimə əbgül verisli muhabbək bolsam, yenimdən pəqətlə ayırmayman. Keçkündüz əmraq bulup, atılıq mehrimini toluq berimən. İşan Şeyx Nizamdan xamış bilən badigəli qilishini çəkləyman. Pərzəntlik borçunu toluq ada qılıb, çən yörgüdən çıxırıb, adı ornada hörmət qısa, tacı təxtini berib, könümünü rəsədxanada ötküzmən. Mirza Uluğbəknin xiyalları tınışsız idi. Baş axır yox bu xiyallarının köp qismi acıq, həsrətlik, az qismila ova xam xiyalları tolğan idi. Lekin o bu xam xiyallarına işenç qılanmaydı. Ola akşam yürüp ketken asaslıq qoşunluğu tezrək yetişveliş üçün aram amma yol menvataddı. 500 nəfər nökərinin arqısı kelib atqalla asasən qoral yaraq, təminat saxlıqıcı arqısəb qoşunu idi. Bula asasən cəngi yarmaydı. Asasi qoşun bilən billimamığını püşayman qıb qalğan Mirza Uluğbək ulanın əhvalda nə degəndə xəbər alanmay tutub qalğan idi. Tönügündün beri toxtumay menvatqan bolsun oldıdikilərə texçi yetişənməyən idi. Bayatın beri qarı bulutlar arasından yeli peyda bolup, yeli gayib bolup, aciz nur çeçip durğan kuyasqa pat-pat qarab qoyğan Şeyxülislam Burhanıdın tağ tərəbdən eqib düşkən kiçkerek bir eqinni görüp, axır gayrətki gəldi də Mirza Uluğbəkki eğiz açdı. Bugün küngü cümə, mümkün bolsa icazət bergen bolsala, cümə namazını ötüb alsaq. Elimi namazlarımız qaza bolup ketib atıdı.
Odatda 5 vaqt namozini qazo qilmaydigan Mirza Ulug'bek oldin yurib ketgan sarkardalarga yetishib olish, jangga bevosita qo'mondonlik qilish taqozosida bomdod bilan xubdandan boshqa vaqtda to'xtamay ilgarilashga farmon bergan edi. O'zining oraliqdagi qazo bo'lib ketgan namozlarni osh 2 vaqtlik namozga qo'shib o'qib oladi. Ijozat, dedi Mirza Ulug'bek kunga qarab qo'yib. Mirza Ulug'bek Shayxul Islom Burhoniddinni alohida hurmatlaydi. Shayxul Islom shu chaqqa kelguncha diniy faoliyatlarni shariat ahkomlari bilan ep berishda ching turib, Eshon Shayx Nizomiddin Xomisning turli fitna fasodlarga qarshi turib kelgan Mirza Ulug'bekning rasadxona, madrasa, o'qul, shifoxona qurib, ilm ahlilarini to'plab, ilmiy faoliyatlar bilan shug'ullanishni qo'llab kelgan edi. Nökerler top bo'lib yaqin bo'yda tahorat ilishib, namozga tayyorlik qilishdi. Ondan Shayxul Islomning imomatchiligida juma namozini o'qishdi. Nökerlar quruq nonga jab, sovuq suv bilan talqon kap etib qog'jirab ketdi. Mumkin bo'lsa bir chinidan issiq osh ichib olsa, dedi namozdan keyin Shayxul Islom Burhoniddin. Yo'lingizga oldirab turgan Mirza Ulug'bek xohlamasmi Shayxul Islomning talabini rad qilolmadi. Bo'ladi, oshpazlar g'izoni chaqqanroq tayyorlag'ay. Oshpazlar qo'l-qo'lcha o'choq yasab, to'gilarga ortib olgan yo'g'on toshlarni tushirib, o't yoqishga boshladi. Uninggacha qassoblar ularning keyindan haydab kelgan podalardan kala qo'ylarni bo'g'izlab, so'yib, tayyorlab bo'lishdi. Mirza Ulug'bek charchaganlikdanmi aytavur o'zi uchun tikilgan shohona chedirda faryostiqqa yo'langanicha mo'ydab qolgan edi. Tuyuqsiz chedir sirtidan anglangan otlarning tuyoq ovozi Mirza Ulug'bekning aromini buzdi. U silinib ketgan qapoqlarini tasdi echib, sirtdagi ansiz shapiga quloq soldi. Ayol o'tmay chedirga Mirza Ibrohimbek boshchiligidagi bir to'p sarkardalar ijozatsizlik kirib kelishdi. Allaqandoq bir vahimadan aloqsada bo'lib ketgan sarkardalar xondan ijozat so'rashni unutishgan edi. O'ng-so'li o'chgan Mirza Ibrohimbek Mirza Ulug'bekning oldiga o'milgandek kelib, mo'kkida tizlandi. Olam panohimga ma'lum bo'lg'ay. Vujudini vahima bosgan Mirza Ulug'bek chandirmaslik tirishib qapqini turdi. Xo'sh. Kesh Amir Mirza Kamoliddin Xonzodaga el bo'lib shaharni topshiribdi. Mirza Ulug'bekning yuragi jig'g'ida qildi. Amir Sulton Shahbarlos bilan Mirza Abdullah Ko'raganning ilg'orlarichi. Ular Xonzodaning bo'ktirmisiga uchrabdi. Ilg'orlar butunlay asirga tushibdi. Sarkardalardan xabar yo'q. Mirza Ulug'bekning tomog'i qurib ketdi. Qon to'lgan ko'zlari hozirli birini o'limga buyuraydigandek chekchaydi. Xonning alpozini ko'rgan amirlar o'lim vahimasidan g'al-g'al titrashdi. Mirza Ibrohimbek yana do'diqladi. Amir Sulton Jandar janoblari ilgirlash yoki chekinish haqida oliylardan farmon kutyotdi. Kim sizlarni asosli qo'shinni uning topshirib bersin dedi. Mirza Ibrohimbekning chekisidan bu yildan ter chiqdi. Ming tasta tilini chaynab javob berdi. Endi shu lashkari divanning bosh amir bo'lgandikin farmonbordorlik qildim. Mirza Ulug'bek g'azabini besib olish uchun ko'zini yumib oldi. Men kimga, nimaga g'azablanaman? Kesh qal'asini urushsiz topshirgan to'g'ri yurak Amir Mirza Kamoliddinmi? Bo'ktirmaga tushib qolgan Amir Sulton Shahbarlos bilan kuyovlim Mirza Abdullah Ko'raganmi? Jang ahvolini mo'ljallayolmay farmon kutishga majbur bo'lgan Amir Sulton Jandarg'imi yoki ilkidagi asosiy qo'shinni mening farmonimsizla Amir Sulton Jandarg'a topshirib bergan Mirza Ibrohimbekmi? Bu oqibatning sababkori kim? Albatta suyimlik farzandim. E'tiborlagan, royiga borgan, nurg'un orzu armonlarimni bog'lagan jigirim. Baxtiyor Xonzoda. Oshkuni madrasa, rasadxonadek suyimlik o'limalar bilan didorlashib olishni xiyol qilmagan bo'lsam, ilg'or qo'shin bilan birga mangan bo'ladi.
Ол чағда бәлкім bu мәғлубият yüz bermez болғайды. Құдірет егісінің хөкімі шындақ оқшайды. Өзімні тұтып алай, салмақ болай. Жан вазиетін оңсас хақыда башқа тұрай. Орынсыз ғазаптан ешнім hasıl болмас. Ғазап ақылны кесір. Мырза Улуғбек аста көзіне ечіп, Рахимі ilkide тұрышқан әмірлерге қарады. Kichik xonzodasi Abdulaziz xonning ko'zlaridagi vahimani ko'rib, ichi ochiq bo'lib ketdi. Yigit bo'ldi deb suyunganim. Ko'ngillarning bog'liqqa o'rgangan o'g'i yarmaydi degan rost o'xshaydi. Aslida uni yenimda turg'izib olmay, biror viloyatga amr qilib avatvetsam bo'pti ekan. Hech bo'lmasa shundoq paytda titrab o'tirmaydigan bo'lar edi. Qani xo'sh, joy olsinlar. Dedi Mirza Ulug'bek sarkarlarni o'ltirishga buyurib. Panohgohimiz marhamatlikdir. Amirlar olmon-talmon joy elishdi. Ahvoldan xabar tepishdilar. Endi qandoq qilmoq kerak? Sarkarlar nima deyishni bilolmay, boshlarini to'nlarining ichiga tiqib elishdi. Vahima ilkida turishgan bu amirlarning kollasi shu topda qup-quruq edi. Yanala qibligahimizning o'yini bilib baqsaq, dedi Shayxulislom Burhoniddin. Xonzodaning oldini to'sib adaplash kerak, dedi Mirza Ulug'bek keskinlik bilan. Inshaalloh, Parvardigorim murod maqsadlarimizga yetkazgay, dedi Shayxulislom ehtiyot bilan so'zlab. Biroq Xonzodaning qo'lida hozir 40 ming lashkar bor oliylar. Kesh qal'asini elib, Amir Sulton Shahbarlas bilan Mirza Abdullah Ko'ragonni pistirmig'i dastib, yuragi teximi yo'g'inab ketdi. Shu topda Xonzoda bajoyga quturgan kalkunga o'xshaydi. Xo'sh, o'zimizning jasoratini sundirmoqchimisiz? Mirza Ulug'bek Shayxulislomning so'zini bilib, nashtardek tikildi. Qo'rqib ketgan Shayxulislom kirpidek tugilib ketdi. Yo'qsa, zinhor undaq muddaim yo'qdir, dedi Shayxulislom duduqlab. Janobi qibligahimizning bahodirlik urg'ib turgan simosi, sarkari lashkarlarimizga hassilab kuch-jasorat berishlig'isi. Ammoki lashkarlarimiz oz, ko'p yovni to'sish uchun yanala Samarqand qal'asiga toyinish kerak. Chunki qal'aning sepillari mustahkam, avom ra'iyat oliylariga sodiq. Mirza Ulug'bek o'ylanib qoldi. Lashkariy kuch jihatda o'g'lining o'zidan ustun ekanligi uningga ayon edi. Mo'shundoq paytda quturgan kuchlik yovning oldini to'sib jang qilish qaramliq bo'lganligini o'tdaq biladi. Lekin o'g'li bilan rasmiy uchrashmay turib, shaharga chekinishga g'ururi yo'l qo'ymayotdi. Yana qaysinglarning maslahati bor? So'radi ishki tayin bo'lib qolgan Mirza Ulug'bek. Eng yaxshisi ostonaga qaytaylik, dedi boyadan beri ichini tinglab o'tirgan Abdulaziz xon dadasiga jur'atsizlik bilan qarab. Shayxulislom hazratlari to'g'ri deydi. Ostonaning sepillari mustahkam, mudofiyaga aplik. Mirza Ulug'bek o'g'liga ichinish nazari bilan qaradi. U o'g'lidan bu javobni kutmagan edi. Shu topda u madadga, rag'batga tashna edi. O'g'lining o'zi tarafda turishini, oksi bilan hayot mamotlik jang qiladigan tavranmas irodasini namoyon qilishini to'liq xohlaydi. U nomus tuyg'usidan sarkarlarning oldida yerga kirib ketgudek bo'ldi. O'z yurak borisi jon qayg'usida bundoq to'g'ri yurakli qilib tursa, boshqalarni jangga zo'rlashga qandoqmi mumkin bo'lsin? Ma'qul. Ular farmonni yirolmay jangga tushdimi deylik, lekin jangda jasorat ko'rsatilishi mumkinmi? Bundoq jangni qilgandan qilmagan yaxshi. Taqdir Mirza Ulug'bekni mazoq qilib atamdiganda, bir o'g'li ajal qilichini pulanglatib kelyapti.
Yana bir o'g'li bo'lsa, dadasini o'sha ajal qilichidan qo'g'dimoqda yo'q, jon qayg'usida qilyotidi. Bo'pti, dedi Mirza Ulug'bek ulug' kichik tinib. Orqamizga yonsoq yonayli. Amir Sulton jandarga xabar beringlar. Xonzodaning ilgirlash yo'lini to'sqash chekinsin. Mirza Ulug'bek Samarqanddan qandoq dilg'ulluq ilkida lashkar tortib chiqqan bo'lsa, bugun uningdan battar dilg'ulluqda qaytib o'tadi. O'g'lining lashkarlarga uchrashmay turibla kayniga yonganligi sababidan vujudini xo'rliq tuyg'ulari cho'lg'ulagan edi. Nemishqa kaynimga yondimi? Ash o'g'limdan qo'rqibmi? Toji taxtni saqlab qilish uchunmi? Sarkard lashkarlar og'zidan chiqarmag'ini bilan cho'qim ichida mazoq qilishyapti. Taxtda o'ltirsa jahonni titirtib so'zlaydigan Mirza Ulug'bek o'g'lining sharpisini anglabla to'shqandek qichiyotidi deyishyapti. Yo'lvas izidan qaytmas, yigit so'zidan deydigan gap bor emasmidi? Nemishqa so'zimdan qaytaman? Hech bo'lmasa sarkard lashkarlarimning oldida turib, o'g'limning oldini to'ssam, uning ashu noshukr betavfiq ko'zlariga tikilib qarsam bo'lmamdi. Yo o'lim, yo ko'rim deb qilich yalang'ochlab jangga tushsam bo'lmamdi. G'alaba nusrat lashkarlarning oz ko'plik bilan o'lchanmaydi emasmi? Alloh nisib qilsa, g'alaba nusratga yuzlanib qoladi. Nisib qilmasa, ashu osiy farzandimning qo'lida jon bersam mayli emasmi? Ashu bahodirlik jasoratim ne ketdi meni? O'z farzandimdan vafo kelmagan bu 6 kunlik dunyoga nimonchi tortishman? Nemishqa mardlik bilan o'limga yuzlanmayman? Shunchalik qo'rqinchoq bo'lib ketdimmi? Mirza Ulug'bekning o'zini ashundoq aybligini bilan etining cho'lvorini kayniga burg'idek mag'duri yo'q edi. Ostidagi esil org'imiqi nima uchundir Samarqand tarafga bakrak yuguraydi. Go'yo Mirza Ulug'bekning cho'lvorini tortib, beshini orqasiga burishidan ansirgandek. Tuzlanlikdan o'tib Samarqand atrofidagi bog'lar bilan qo'rsalgan ko'jim mahallalar kirishi bilan yo'l bo'ylarida, ishk oldilarida gumonsirab, uduqib, tashvishlanib qarshib turgan dehqonlarni ko'rib, Mirza Ulug'bek nomusdan qo'rinib ketdi. Pushaymonlik tuyg'ulari hassilab oshdi. Biroq otning beshini amli kayniga burish mumkin emas edi. Bo'pti, shaharni mustahkam muhofazat qilib, bostirib kelgan xonzoda bilan ikki og'iz so'zlashib boqay. Insofga kelib sulhiga o'nab qolsa ajab emas. Faqat bo'lmasa, beshimga kelganini ko'raman. Taqdirdan bebuyruq qil davrimas. Shaharga yiqilib qolganini his qilgan Mirza Ulug'bek beshini ko'tarib, oldi tarafga nazar tashladi. O'zining nomida bino qilingan Mirza madrasasining havorang gumbazi, 4 qavatli ko'k saroyning tillarang bo'yoqlari, Go'r Amir maqbarasining ko'kka bo'y so'zgan ayvatlik munori g'ilpal ko'rindi. Bobo Husaynbek xonning orqasida xiyol surib kelayotgan navkar beshi cho'chib beshini ko'tardi. Labbay qibligahim. Darhol berib shahar hokimi Mironshah To'rg'u farmonimni yetkazsizlar. Barliq amirlar ko'k saroyga jam bo'lib turg'ay. Bosh ustiga. Navkar beshi Bobo Husayn 10 navkarni agashtirib shaharga qarab o'qdek chekib ketdi. Mirza Ulug'bek nima uchundir yo'rg'isi istiglab ketayotgan otning tizginini tortib qo'ydi. Oldirmaslik kerak. Avom ra'yat Mirza Ulug'bek o'g'lidan qo'rqib qechib kelayotgan o'xshaydi deb vahimada qolmasin. Quyosh Urgut tog'larining nayza uchidek cho'qqalarida ojiz jo'lalaydi. Zavol tushay deb qolgan edi. Mirza Ulug'bekning etining qadami ostilib qolganligi uchun boshqa sarkardalarmi otlarining tizginini tortishga majbur bo'ldi. Dadasining etining ostilib qolganidan ichi pishgan Xonzoda Abdulazizxon noroziligini yo'shirib, dadasining chiroyiga o'g'irlikcha nazar tashlaydi. Bir haftadan beri yeli oldiga, yeli kayniga mengib, mangandimi tuzuk to'xtamay yo'l yurib herib ketgan, bellari talgan, kosalari uyushib sezmas bo'lib qolgan edi. Haftadan beri Mirza Ulug'bek
otdan tushmay mengayotganligi uchun әгішіп білі келіп атқан оғлы шах мәпіге chiqib елішқа petinanmagan edi. Shu tapda onun көзіге әрмідегі yumshaq mamıq төшек, beliqdek toqal, muzdek şarap görünüp ketip baratdı. O ilacısız tükürkini yutuşqa mecbur boldu. Aradan bir çögün çay qaynamıçilik vaqt ötkende oldu taraftan qoyuq çang tozan kötürüldü. Ayal ötmey top tuman arasıdan Baba Hüseyin Beg'nin tembel ve kuvvet gövdesi göründü. Yıkılışqa əgişib söyümlük məhrəminin gözlərdəki təsvirlüksüz bir narazılıqni, otçıq qəzəbni sezgən Mərzi Uluqbəknin yürüki cıxıldap getdi. Məlum boğay, dedi tərləb ketken Baba Hüseyin Beg. Sözlər. Köңlüge guman düşkən Mərzi Uluqbəknin avazı toluma aciz çıxdı. Şəhərdə kırgızışmadı. Darvazlan taqıbaptı. Mərzi Uluqbəkinin tapınıdan kirgen ot neyinizdən çıxdı. Beşi qaygandək boldu. Atdan yıqılıb düşmeslik üçün egerinin quş peşini tutup aldı. Tılı ketib qalgandək bolub bir haza gepki kelmedi. Pərverdigarı aləm özün bax. Aciz enridi Şeyxülislam Burhanıdı. Mərzi Uluqbəkinin yeni gep sorab oldurışqa həbsilisi qanmağan idi. Etiği can cəhli bilən qamçı saldı. Bayatın beri tizgini tartılıp ixtiyari mağanmağan arğımaq, tuyuqsuz tekken qamçıdan dıngadı çöçüdü de oğ tek çepip getdi. Başqalama dərhal atlarga qamçı selişdi. Şu tapda Mərzi Uluqbəkinin gözüge hiç nimi körünmeydi. Təpəkkürü, tuyğuları tormuzlanıp qalğan idi. Aldını tosuşqa petinğan hər qandaq nərsini küküm talqan qılıb etişdən yanmaydı. At can cəhli bilən çapatdı. Lıp-mılıp su qaçılanğan xəndəknin leviga kelgəndə atның tizginini can cəhli bilən tatdı. At xəndəknin leviga kelib toxtadı. Asma kövrəkə götürüb etilgən xəndək kişiге ağzını yoğan içib turğan əjdahanı əslitetdi. Asma kövrəkinin nerisdiki quyma tömür darvaza məngü içilmaydigandek məhkəm taqalğan idi. Mərzi Uluqbəy taqatsizlanıb darvazanın üstüdeki küzetxanaga qaradı. Xalq küzetxanada, xahi sepilda lashkarlar ko'rinmaydi. Mərzi Uluqbəy g'azab bilan vaqirdi. Oç darvozani! Darvoza tarafdan sado chiqmadi. Mərzi Uluqbəy orqasidan tap bostırib kelgan nökərbeshi Baba Hüseyin Bekka va boshqa sarkarlarga qaradi. Sepilga chiqib darvozani ichinglar! Nökərlər xəndəkdən üzüb ötüb darvozaga yaqinlashdi. Şu haman nökərlərinin beşiğe taş dangallar yığışqa başladı. Darvoza tübüdə bir qancha nökərinin ölüki qaldı. Qalğanlar çekindi. Darvoza üstüdə lashkar paydo bo'lganligini ko'rgan Mərzi Uluqbəy yana vaqirdi. Darvozani och deyman, munofiq! Lashkarlar javob bermay o'zlarini daldaga erishdi. Ularning kimdir birinin buyruq ostida harakat qilayotganligi aniq edi. Kun o'ltirib, atrofga bug'um pardasi yeyilishni boshlagan bo'g'ashqa Mərzi Uluqbəy oldirab qolgan edi. Sarkarda nökərlərə darvozani ochishga yana buyruq berdi. Lekin xəndəkdən o'tib darvozaga yonmishishga boshlagan nökərlər ilgirkidan qattiqroq hujumga uchradi. Shu asnoda darvoza ustidagi kuzatxonadan birovning qonayda to'lgan bom ovozi anglandi. Behuda ovora bo'lmag'aylar oliylari. Kupur qadamlaridan poklangan Samarqand shahri hozir farishta makonidir. Hamda dahriylarga o'rin yo'qdir. Parvardigordan gunohlarini tilab tövbe istig'for aylasinlar. Darvozani taqib olganlar lashkarlarmidi yoki Eshon Shayx Nizomdan Xomishning so'pi darvishlarmidi? Sotqin nokaslar. Xoinlik qildi-da. Muronshah to'rg'i bilan Mirza Abu Said Ko'raganni chaqir, badbaxt! Mərzi Uluqbəkning ovozi qisilib chiqdi. Darvoza ustidan yeliq mudhish ovoz yana anglandi. Amir Mironshah to'rg'i janoblari hozir pir buzruk karomatlik Eshon hazratlarining dargohida. Uning dahriy shohni ko'rar ko'zi yo'q. Mirza Abu Said Ko'ragan zindonda, qanotlari bo'xishlangan. Mərzi Uluqbəy lassada bo'shib ketdi.
Az kam 40 yil mobaynida o'zi uchun har qachon dog'dom ichilib turgan darvozaning ola bugungi kunga kelganda yuzsizlik bilan taqvilindiganligini xiyoliga keltirib boqmagan edi. U bir umr mushundaq davron surib yashayman, hech kim yo'limni to'sishga, oldimda to'g'ri turishga petinolmaydi deb o'ylagan edi. Bu oshu kuprani xiyollarning badali emasmikin? Bu 6 kunlik qonalg'uning mangulik boqivanda bo'lmaydiganligini nemishqa o'ylamagan bo'g'aydi. Uning hukmi o'tmaydigan, beilojlikda bo'yin qisib qoladigan kunlari bo'lar ekan-a. Endi qanday qilsa bo'lar? Shahar darvozasi taqadi. Orqasidan o'g'li 40 ming lashkar bilan top bostirib kelyapti. Qishidagi ozg'ina navkarlari bir qitimliq jangda yaramaydi. Ma'lum bo'g'ay. Asosli qo'shinga farmon yetkazgil ketgan chaparman etini quyindek choptirib kelganicha Mirza Ulug'begning xiyolini bo'lib o'tdi. Mirza Ulug'beg qalbidagi g'azab, vahimalar besilib, xiyli tamkin bo'lib qolgan edi. U chaparmanga salmoq nazar bilan qaradi. So'zla. Amir Sulton Jandar Xonzodaga taslim bo'libdi. Hozir Xonzodaning lashkarlariga qo'shilib shaharga qarab kelyapti. Mirza Ulug'beg endi qilchilik alaqsadi bo'lmadi. Amir Sulton Jandarning sotqinlik qildiganligini allaqachon faraz qilib bo'lgandek qiladi. Ammo o'y xiyollari tinchsiz edi. Shum xabarni olgan Shayxul Islom Burhoniddin tipirlab ketdi. Kichik xonzoda Abdulaziz ham bo'lsa murdida qetib qolgan edi. Samarqandni tashlab Andijon, Toshkent taraflarga ketayli oliylari. U yerda sadoqatman amir sarkarlar bor. Mirza Ulug'begning nashtardek tikilishlariga bardoshlik berolmagan Shayxul Islom gapining oxirini davomlashtirolmadi. Qaysi sadoqatman amir sarkarlar deydilar hazratim? Dedi Mirza Ulug'beg tishining orasidan chiqarib turib. Meni buningdanmi o'tar soy azim bo'lsin demdilar. Bas, yetar endi. Orani egri sukunat qopladi. Tun pardasi yeyilgan bo'lib, ko'kda sanoqsiz yulduzlar jimirlaydi. Mirza Ulug'beg yulduzlarga bir hazo tikilib turdi. Lekin birmi yulduzning ismini esiga ololmadi. U nazarini atrofida dugdiyib turishgan sarkarlarga yo'tkadi. Sizlar, dedi u Mirza Ibrohimbekka qarab. Darhol orqalariga yenib, Xonzodaga padarlari sizlarga bosh egdi deb so'zimni yetkazsizlar. Boshlab kelgan 40 ming lashkarini yurishdan to'xtatib, navkarlari bilan kelgay. Unchalar ko'p lashkarlarni ko'rsa, avom ra'iyat vahimada qoladi. El yurtga xotirjamlik berib, meni nima qilsa ixtiyori. Mirza Ibrohimbek xonning maqsadini tushunmagandek o'ng'iqib turaverdi. Nima? Silimi hukmimga sarkashlik qilmoqchimi? Cho'chib esini yiqqan Mirza Ibrohimbek darhol qo'l bog'ladi. Yo'qsa qiblagohim. Darhol mansunlar. Mirza Ulug'bek etining beshini orqasiga burgan Mirza Ibrohimbekni to'xtatib oldi. Belidan bo'si Amir Temurdan miras qolgan, dastasiga olmos javohiratlardan ko'z qo'yilgan zulfiqor bilan oltin to'qiliq qosh tishi kamarini yeshib elib tangladi. Gumonxo'r Xonzoda so'zimga ishonmay qolmasa yana. Isbot uchun buni elib olsizlar. Shayxul Islom Burhoniddinning ko'zidan 2 tomchi yosh sirg'ib tushdi. Buncha oldirab umidsizlanmasliklari kerak edi oliylari. Bo'ldi, endi nasihat qilmasinlar, dedi Mirza Ulug'bek qat'iylik bilan. Yuringlar, Xonzodani Shahruxiya qal'asida saqlaylik. Shundoq qilib, musulmon sharqining buyuk donishmani, shavkatlik hukmdori Mirza Ulug'begning 40 yillik saltanati o'z o'g'li tarafidan oxirlashtirildi. Samarqand shahriga qarshiliksiz dabdaba bilan kirishga musharraf bo'lgan Xonzoda Abdullatifxon dadasi Mirza Ulug'begni Shahruxiya qal'asidan tutib olib kelib nazarband qildi. Lekin dadasi bilan ko'rishmadi. Mirza Ulug'begning ko'rishish talabini rad qildi. To'g'ri yurak o'g'li dadasi bilan ko'rishishdan, ko'ziga qarashdan qo'rqdi.
Pir ustozi Eshon Shayx Nizomiddin Xomishning yo'l ko'rsatishi va avliyo anbiyolarni shifa keltirib madad berishi bilan Mirza Ulug'bekni haj qildirish bahonasi bilan Samarqanddan majburiy haydab chiqarib, Said Abbos ismli jallodga maxfiy buyruq berib, Samarqand bilan Hirot oralig'idagi yo'lda o'ldirgizibdi. Shavkatli hukmdor, yetuk olimning hayot shomi ana shundoq qadrsiz o'chirib etildi. O'rti kelganda shuni qayd qilish kerakki, o'z otasini o'ldirgan tuzkur o'g'il Xonzoda Abdullatif xonga Samarqand taxtida o'ltirish ancha uzoq nasib bo'lmadi. Oradan 6 oy o'tganda Mirza Ulug'bekning navkarbashi, suyimlik mahrimi Bobo Husaynbek posibonining qisosini elish uchun o'rdaga kirib, Abdullatif xonni o'ldirib, kollasini barliq ot qotillari ilm dushmanlariga ibrat qilish uchun Samarqanddagi Mirza Ulug'bek madrasasining darvozasiga esib qo'ydi. Hurmatli anglovchilar, bugun kitobni mushaygacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglaganlarga rahmat. Xayr, xush, omon bo'lgaysizlar.